Qaranglar, sizlarga savol beraman. Agar to'g'ri javob bersalaringiz 100 dollar beraman. Qanaqa? Necha sinf o'qiysiz? 11. 11da. Xo'p, 2 dan 1 ga 3 dan 1 qo'ysak necha bo'ladi? 2 dan 1 ga 3 dan 1 qo'ysak. 2 dan 1 3 dan 1 qo'ysak. Aha. Bola qatnashasizlarmi yo'qmi? Boshqa savol bering. 100 dollarlik savol. Faqat. Matematikman deyman, blogerman. Matematikada bermang. O'rgataymi? Oson usulni. Xo'p, o'qishga kirish xohlamaysizmi Toshkentga? Samarqandga kiramiz. Samarqandga kirasizlarmi? Zo'r gap yo'q. Xo'p, qaranglar. Qaysi sohaga topshirishdan qat'iy nazar matematika bo'ladi. O'sha uchun sizlarga master klass ko'rsataman. Kasblarni qo'shish ayirishni eng oson usulini. Umuman matematikani bilmaysiz, to'g'rimi? Xo'p, qarang. 2 dan 1 ga 5 dan 3 ni qo'shish uchun eng oson usuli, buni qo'shish uchun kapalak usuli o'rgataman. Qarang. 2 bilan 3 ko'paytiramiz. 6, 1 bilan 5 ko'paytiramiz. 5, 2 bilan 5 ko'paytiramiz. 10. Qo'shish bo'lsa qo'shish yoziladi. Tamom. 6 ga 5 qo'shsak 11, tagidan 10 yoziladi. Tushundingizmi? Ayirishdan xuddi shunaqa kapalak usuli. 2 bilan 3 ko'paytiramiz. 6, 1 bilan 5 ko'paytiramiz. 5, tagi 2 bilan 5 ko'paytirib qo'yamiz 10. Ayirish bo'lsa bu yoqda ayirish qo'yiladi. 5 dan 6 ni ayirsak, kichkina sondan katta sonni ayirganimiz uchun -1. Pastda 10. Ko'paytirishda eng oson usul qaranglar. 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3, 2 ni 5 ga ko'paytiramiz 10. Tamom yoziladi. Bo'lishda bo'lsa, eng oson usul strelka bilan mana 1 ni 5 ga ko'paytirib bosib qo'ying. 1 ni 5 ga ko'paytirib bu yoqqa yozamiz. 5 bo'ladi. 2 ni 3 ga ko'paytirib bu yoqqa yozamiz 6. Tushundingizmi? Ko'paytirib yozamiz. O'rgandingizmi? Qalay o'rgatyapmanman? Endi bitta ana shundan savol beraman. Agar yaxshi o'rgangan bo'lsangiz pul beraman. To'g'ri javob topsangiz. Qarang. 2 ga. Ana shuni javobini topib bering qani menga. Qani? 2 dan 1 ga qo'shamiz, o'rtasini ko'paytiramiz 2 dan 1 ga. Ha, o'rgatganim bo'yicha. Topinglar chiqqan mashg'ulotlarim. Men qaysi maktabga kelganman o'zi? Ana, siz repetitormisiz? Ha, repetitorman. Qayerda o'tasiz? Toshkentda. Borasizlarmi? Boramiz. Shu yerda oching. Ha, nasib xo'p. Nima qilyapsiz? Ko'paytiramiz ikkalasini? Pullik bo'lmaydi agar o'rgatsam. Mayli. Maylimi o'rgataymi? Xo'p, qarang. Kala juda yaxshi ekan, qo'shishda shunaqa, lekin eng asosiysi birinchi ko'paytirish bajariladi. Esingizdan chiqmasin. Tushundingizmi? Ko'paytirishda mana ikkalasini birinchi ko'paytira oling. 3 dan 1 ni 2 dan 1 ga ko'paytirsangiz, 1 1 ga ko'paytirasiz. 1, 2 ni 3 ga ko'paytirsangiz 6. Tushundingizmi? Ko'paytirib oldingiz. Ana endi bunga chiqqan javobiga, mana bu chiqqan javobiga mana buni qo'shishingiz kerak. 2 dan 1 ga qo'shasiz. Buni qo'shish nima edi? Kapalak usuli. Buni bunga ko'paytirib, molodez, mana bu yerda 2, buni bunga ko'paytirasiz 6, 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12, qo'shib bo'lsa qo'shib qo'yiladi. 2 ga 6 ni qo'shamiz 8, tushundingizmi? Pastda 12 ana. O'rgandingizmi? Xo'p, past-pastga qo'ysangiz past. Rahmat sizlarga.